Iye, oyi, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bolam? O'tiring. Ha, bitta o'zing so'ppayib o'tiribsan, tinchlikmi? Kelin qani? Ha, keliniz shu yerda edi. Hozir keladi. Yaxshi. Qalay, nima gaplar? Faqat sizdan ozroq tortinyapti-da. Chiroyli ko'rinish uchun oynaga qaragani ketgandi. Birinchi uchrashuvda yaxshi taassurot qoldiray degandir-da. Ha? O'zingiz tushunasiz, oyi. Xo'p, o'zingning ishlaring qalay? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, ishlab yuribmiz. Yaxshi bo'lsin. Keldim. Ha, keldingmi? Kel, o'tir. Oyi, Sen bu yerda nima qilyapsan? Oyjon tanishing. Bu sizga aytgan qizim. Ismi Adolat. Bo'lajak keliningiz. Tushunmadim. Sen hazillashyapsanmi? Sen shunga uylanmoqchimisan? Ha, oyijon. Tinchlikmi? Buni kimligini bilasanmi? Biz anchadan beri tanishmiz. Yo'qot buni. Meni oyi desang, buni yo'qotasan. Tushundingmi? Bu nima deganingiz? Yo'qol dedim. Adolat, shoshma. O'tir. Oyi, bu nima deganingiz? Tushunmadim. Bu qiz sizga nimasi yoqmadi? Adolatni qayerdan taniysiz? Gapni ko'paytirma. Agar kelin kerak bo'lsa, o'zim topib olaman. Xullas, meni oyi desang, undan voz kechasan. Bilib qo'y, ikki dunyoda ham men uni kelin qilmayman. Oyi, To'xta. Bolam. Rahima Asad akani oyisi ekanda. Nimaga shuni oldinroq bilmadim. Bu yog'iga nima qilaman endi? Asad akaga buni qanaqa qilib tushuntiraman? Rahima Asad akani miyasini zaharlamasdan oldin ularga hammasini tushuntirib berishim kerak. Bo'lmasa kech bo'ladi. Alo? O'zim sizga telefon qilmoqchi bo'lib turgandim. Sizga hammasini tushuntirib beraman. Lekin bu telefonda gaplashadigan gap emas. Iltimos, biror joyda ko'rishib gaplashaylik.